ko'rgim keladi. Boraman ham shu Qoraqamishga ham boraman. Boraman. O'sha yerdan o'tib, o'yga qarab o'tib ketaman. Oyog'im qotmaydi, kirolmayman. Oyog'im qotmaydi. Shundoq qarayman. Birinchi xotin vafot etib ketgan, rak bo'lib. Kelib 3 yildan keyin ana ikkinchi xotin ham ikkita bolani tashlab ketdi. Kim biladi, nuqul kasalga ilingandi. Chiqisholmaganmizda endi bo'lmaydigan-da. O'zini aravasini tortishdi. Endi biz lishniy bo'lib qoldik, nima qilamiz? İlacı bo'lib keldik, o'z oyog'im bilan keldim. Dokumentlarni to'g'rilab, hammasini doktorlardan o'tib, hammasi yaxshi, darrov shu yoqqa keldik. Qabul qilishdi sirazi. Va men ko'p ishda ishlaganman, malaram bo'lganman. Qurilishda ham ishlaganman, pedinstda ham ishlaganman, Ersuvda. Asosiy qurilishda. Qizingiz bilan yasharmidingiz? Yo'q, qizni birinchi chiqarganman. O o'zini oilasi, o'zini anaqasi, o'g'il bilan yashaydi. O'g'lim o'ylantirdik, 5 yil yashadi, farzand ko'rmadi. Keyin bo'lmadi. Bir ikki yil ishlab yana o'ylantirdik. Bola chaqali bo'lib ketdi. Shu mana 13-dekabrda mana 4 yil bo'ladi kelganimga. Yaxshi, yomon emas mana. Alohida xona, hamma narsa bor ana. Doktorlar qaraydi, hammasi yaxshi qarayapti menga. Xabar olib turishadimi bolalaringiz? Umuman bir marta ham telefon qilgani yo'q, kelgani ham yo'q. Mana 4 yil bo'lyapti. Kelgani yo'q. Mayli kelmasa ham, qo'ng'iroq qilib qo'ysa ham bo'lardi. Yo'q, yo'qolib ketdi hammasi. Mana davlatda saxovat uylar ekan. Shunchalik rahmat. Suv, hamma narsa bor, yetarli. Qaraganda shunga kerak emas ekan. Kim biladi, endi hayot shunaqa bo'lib qoldi, nima qilamiz? Iloji yo'q. Birov haydagani yo'q, boshqa yo'q. Ama o'zim sekin amallab, dokumentlarni to'g'rilab, 2 oy deganda to'g'riladim, sabiylarga chopqilab, yo'q. Oxiri направление berishdi, shu yoqqa keldim. Yomon emas, qo'shnilar yaxshi, hammasi yaxshi, yomon emas. Sanitarkalar bor, medsestralar qaraydi, bir og'iz so'z desangiz keladi, qaraydi. Menikilar, o'zimnikilar, onam, opam, akamni, otani o'zim ko'mganman. Bitta singlim bor, u ham Norvegiyada yashaydi. Bu yoqqa kelolmaydi. Telefonlashib turamiz. Men qila olmayman, men bitta gudonni o'ziga 50 ming eshib olyapti. U yoqqa men qilib, u o'zligiga qiladi. Ikkita jiyanim bor, singlim bor, bo'ldi shu. Shular salom alaykum qilib turishadi. Yaxshi shular bor ekan. Endi ular kelolmaydi-da, o'ta 15 yillarmi o'sha yerda yashashadi. Qolib ketganda endi ular. Men har yozda borib go'rlarni suvatib kelaman. Pensiyamni yig'aman-da yozgacha. Borib suvatib kelaman. O'zim boshqa boradigan odam yo'q. O'zim borib suvatib kelaman, hammasini tozalab, 3 kunga propiska olaman, ariza yozib. Toshkentga borib, qabullarni suvatib kelaman o'zim. Mendan boshqa yaxshisi yo'q edi oilamizda. Onam, opam, hammasi meni anaqamda turardi. Akam endi o'zicha endi. Biza 3 yosh
kichkina bizada. Opam 46, akam 50, men 53, singlim 56, to'rtta biz edik, mana ikkita qoldik. Qo'shnilarda telefon bor, internetdan, WhatsAppdan bolalarga aytsam, ulab berishadi, ko'rishib gaplashamiz, ko'rishib. Endi ko'p gaplashamiz shu. Birov telefoni boshqa anaqa qilib bir ko'rishib turamiz. Atak haftada bir marta, 2 marta qilishadi, telefon gaplashamiz. Ko'rganingiz boshqada baribir. 15 yildan beri ana ko'rganim. 15 yil ichida opam rahmatli bo'ldi, akam o'lib ketdi. U yoqda edim-da endi, u yoqda edim. Bu yoqqa mana 4 yil bo'lyapti mana. 11 yil u yoqdaligida opam, akam o'lib ketdi. 5 yil, 6 yil farqim. Mana Xudo umri beryapti. Bor, doktorlar qarayapti, yo'q emas. Больницаga ham olib borishadi mana. Haligi zarar, anaqa bo'lsa, u yoqqa ham olib borib, rentgen qilib, hammasini zakon yo'lib kelishadi, gap yo'q. Yomon emas. Menga yoqyapti. To'g'risini aytsam. Mana televizor bor. Xohlagan programmangizga qo'ying, ko'ring, tomosha. Foyda bor televizor. Ko'pchilik chiqib ko'ramiz o'tirib. To'g'risini aytsam, tarbiyani juda ham a'lo bera olmaganman. Nima deganda, ertalab azonda ketaman, kechqurun qorong'ida ishdan kelaman. Men vaqtim umuman bo'lmagan. Ayolim qarardi, endi bilmadim qanaqa qaragan, mana oxiri mana ko'rib turibsiz, eshitib. Men pashti ko'chani odami edim-da, ko'chani odam. Har kelganda ro'zg'orimni to'g'irlab kelib ketardim. Kerak bo'lsa 3-4 so'm pulini berardim. Kvarplatani o'zim borib to'lardim. Men shunaqa yashayotgandik. Men kimdir, nimadir o'rgatgandi. Bu o'zligini fikri emas bu bolalar. Kimdir o'rgatgan shuni. Shundoq qilsang, yana o'zing bek, o'zing xon bo'lasan deb kimdir o'rgatgan. Shuni haligacha men aqlimga sig'mayapti-da, kimdir o'rgatgan, bo'lmasa bu bola bunaqa qilmas edi. 2 marta o'ylantirdim, 2 marta. 5 yil yashadi biri bilan, bola bo'lmadi, farzand ko'rmadi, ajrashdi. Og'aynim bor edi, yaxshi ishga olib kirib qo'ydim. 2 yil ishlaysan dedim, keyin o'ylanasan. Og'aynimga aytdim, pulni bermaysan, faqat yo'l kirani berasan, pulni men olaman, kelib. Oyligini. Aynaqa yig'ib, ikkinchi marta o'ylantirdim, mana hozir 2 ta farzandli bo'lgan hozir. Xudo berdi, sразу ketma-ket. Bolalaringizni kutasizmi kelishini? Ko'rgim keladi. Boraman ham shu Qoraqamishga ham boraman. Boraman. O'shadan o'tib, o'yga qarab o'tib ketaman. Oyog'im tortmaydi, kira olmayman-da. Oyog'im tortmaydi. Shunda qarayman, o'tib ketaman. Mahalladagilar bo'ladi, taniydi. Aytishsa ham kerak, otang kelib ketdi deb. Pisand qilmaydim, 0. 4 yildan beri telefon qilsa bo'lardi, to'g'rimi? Bir marta bo'lsa yo'q. Men kimdir o'rgatganda, men shuni fikrim shunda. Kimdir o'rgatgan, bu o'zini kallasimdan qilmagan bu ishlarni. Qizim qilib turadi telefon. Uni ham ishi ko'p, bitta o'zi ishlaydi. Kuyov bola sal mazasi yo'qroq. Yani qizim o'zi ishlaydi. Qizlarni endi arang-tarang qilib uzatib yubordik. O'g'li bor, hozir o'g'li ham katta bo'lib qoldi mana. Bir 15 yilga borib qoldi o'zi. Onasiga yordam berib ishlab yuribdi endi. Men ulardan gina qilayotganimni umuman gina qilmayman. Qaradi endi 73 ga kiryapmiz endi. Martda 73 ga kiraman. Yog'i 74 ga qarab ketadi endi.
Alloh nasib qilsa. Yoshlarga nima deyish kerak? Ota-onasiga qarasin, hurmat qilsin, og'irini yengil qilsin. Shu ota-onaga nima kerak? Shu narsa kerak. Ota deb kelsa oldingizga, undan yaxshi gap yo'q. Nariyoqdan birovdan e'tibor olish, anaqa qilish bo'lmaydigan narsa. Otaga yoqmaydi hech kimga. Hozir misoli men borganimda qadimga yetolmaydi. Bet charchagan. Qadrimga yetolmaydi. Qizim yetadi, o'g'ildan o'g'il foydasi yo'q. Sovib qolganda u. Sovib qolgan bola. Aytaman, kimdir o'rgatganda, juda ham yaxshi o'rgatganda. Kim o'rganib bilmayman. Boshni fidoilar ato qoshig'i. Jismni qil sadqa ano boshig'i. Tun kuningga aylagali nur fosh, birsin oy anglar, birsin quyosh.